Tomistat gel. Mumkin. Antiseptik xususiyatga ega ham mahalliy og'riq qoldiruvchi. Non soda bilan chayish. Non soda kattalari mumkin, bolalar mumkin emas. Halisal gel. Halisal gel yaxshi ta'sir qiladi, sababi bu ham yallig'lanishga ta'sir qiladi, ham og'riqni qoldiradi. Bakterial infeksiya bo'lsa ham, zamburug'li infeksiyalar ham ta'sir qilib biladi. Zo'lanka basish. Mumkin emas. Achishtiruvchi, kuydiruvchi xususiyatga ega. Ibufen sirop. Ibufen mumkin, sababi bolada og'riq kuchli bo'ladi. Bunday vaqtda biz og'riqni kontrol qilishimiz kerak. Achchiq tosh ishlatish. Mumkin emas. Toza so'yilgan mol go'shtini ustiga duz tepgandek bo'ladi. Zo'r-a? Go'sht pishadi. Stomatitni davolashda yana necha tavsiyalaringiz bor? Stomatitni uy sharoitida davolash, masalan, toza boshlangan bo'lsa, bolaga ko'proq og'riqni kontrol qilish, ko'proq iliq suyuqlik ichirish, yumshoq ovqatlarni berish, masalan, pyurelar qilib beramiz, yogurtlar berishimiz mumkin. Mumkin bo'lmagan holatlar issiq, o'ta sovuq va qattiq mahsulotlardan saqlaniladi.